Shuncha tikdim, o'xsham yundurtdi. Bir göynekning ustida 3 kun bo'ldi o'tiribman. Dadasi, ruxsat bersangiz, tikuvchilik kurslariga qatnab, malakamni oshirsam devadim. Ne tikuvchilik? Tikuvchilik kerakmidi sana hech narsa? Sadiya kichkina hali. Bolalarni qara, hech narsa kerakmidi sana? Uyda o'tir. Layla, qara. Lasayu akademiyasida onlayn kurslara qabul ochilibdi. Uyda o'tirib tikuvchilikni o'rgansang ham bo'ladi ekan. Asosan dozonam o'rgatamilar ekan. Ava Telegramda video darslik orqali o'rgatadi ekanlar. Shunning qasam savollarimga javob olib bilamanmi ekan? Albatta. Dadasi, anam bir zo'r kurs topibdi. Uyda o'tirib ham tikuvchilikni o'rgansam bo'ladi ekan. Yana hozir skidkalar $400 kursni $200 qo'yibdilar ekan. Sertifikat ham beraman ekan. Ava 2 million 400 ming so'm kartasini tashlab bersangiz bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Kartasini ayt.